albatta muvaffaqiyat sizni kutyapti azizlar. Muvaffaqiyat sari ildam qadamlarni tashlaylik. Bizni yo'ldan chalg'ituvchilar, fikrimizni o'zgartirmoqchi bo'lganlar yoki bo'lmasa qilayotgan ishimizga salbiy fikr bildiradiganlar albatta topiladi. Buni faqatgina ish protsessi deb qabul qiling. Ishda qanday bo'ladi? Ishda ham ba'zida kamchiliklarimiz aytilardi, ba'zida yutuqlarimiz aytilardi. Ba'zilar o'sha fikrlarimizga qo'shilishmasdan boshqa tavsiyalarni berishardi, maslahatlarni berishardi. Xuddi shunday bu daripochadagi faoliyatimiz ham ish protsessini bittasi. Biz yo'limizda albatta yo'q deydiganlar ham chiqadi, xo'p deydiganlar ham chiqadi yoki o'ylab ko'raman deydiganlar ham chiqadi. Ну что? U insonlar qachon o'ziga qaror qabul qilsa, albatta siz biz bilan birga bo'ladi. Shuning uchun